Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev. Men Farg'ona viloyatiga kelyapman. Mani prokuraturasi hech kimdan qo'rqmayapti. Vazirlik esa va'da beryapti. Men erkakman, qabul qilaman deyapti. Viloyat prokuraturasidan boraman dedi, viloyat sudidan dedi, viloyat hokimi, shahar nima qilaman dedi. Endi men sizlar kelsalaring nima o'zlarini qo'ygan yordam beraman deydi. Sizlar ketganlaridan keyin hamma mana qancha jinoyatlar bo'lyapti. Mana 16-maktabda homiladorlar chiqyapti, uni nazoratga olishmayapti. Jinoyatlar mana pichoqbozliklar bo'lyapti, boshqalar bo'lyapti. Siz kelganingizda delani shunday yopatdi, yoptirib nima qiladi? Mana delalar yaxshi ko'rinyapti, mana bunaqalar bo'lyapti deb ko'rsatma berishni biladi. Boshqa nima qilishni bilishmaydi. Mana o'tgan nimada yangi shaharda ochilish marosimi bo'ldi. Vazirlik keldi. Mana kelganda men to'polon qildim. Mana 11 yashar qizni onasiman. Kelaman, ketaman, kelaman, ketaman. Mani qizim qaytib kelmaydi. Bilmayman, qotillar mana qizimni 3 kishi o'ldirgan bo'lsa, mana o'shalarga nima qilmayapti. Qotillarning onasi kelsa yordam beryapti. Men kelsam ko'ksimdan itarib qattiq qo'pol hazillashyapsan deyapti. Nima qilishim kerak? Prezidentdan hech qanaqa qo'rqmayman deyapti. Puli borgan mana deyapti. Puli yo'qqa ko'ksidan itarib chiqaryapti. Nima qilishim kerak? Mana shu Farg'ona viloyatining prokuraturasi erkak kishi ishlamayapti, prokuror ayol kishi bo'lyapti. Ko'ngil hozirlik kiysin, qabul qilsin. Men kelaman, ketaman, kelaman, ketaman. Nima qilishim kerak? Men kasal bo'lsam, men nima qilishim kerak? Kelib ketaveraman. Ertaga qabul dedi, indiniga qabul deyapti. Nima? Men o'ynatishyaptimi? Men oddiy dvorniy bo'lsam, domlash tirchiligimni qilsam, boshqa nima qilishim kerak? Ularga o'xshab jaraq cho'ntagimda pulim bo'lsa ekan, men oyga men shuni xalqqa bergin desam. Men kasalvand bo'lsam, bolam kasalvand bo'lsa, mana qizimdan ayrildim. Endi qizim qaytib kelmaydi. Xabaringiz bor, Shavkat Mirziyoyev. Mana keling, bularga indamasdan turib, shunday kelingda telefon ham qilmang, kelaman demang, odamlaringizga ham ayting. Men ketyapman demasin. Shunday kelsin, dilani yopishyapti. Bilmayman, dilanchiga pul berish kerakmi, men to'g'rilab bering deb. Nima qilish kerak? Mana kelaman, ketaman, kelaman, ketaman. Cho'ntagimda mana hukm qog'ozlarigacha bor. Viloyat sudi ham sotilib ketdi, shahar sudi ham sotilib ketdi. Nima qilishim kerak? Endi hokimiyatga borsam, hokimiyat qabuliga kirishim kerak. Yozmayapti, nima qilmayapti, nima qilishim kerak? Rahmat shunchalik. Mana qizim o'tganda kelib nima xabar olishdi. Mana shahar prokurori mana erkak kishi ekan, mana shimga yuribman, kamar taqib yuribman deb mana Sherzod aka kelib, mana shu 40 gacha turdi. O'tgan safar mana yagona shaharga keldi, mana viloyat prokuraturasi nima qilmadi. Bordim-ku deyapti. Borib bitta qurg'on qilganini minnat qilib gapiryapti. U qattiq nima qilgan bilmayman. Noinsof bu. Kelaman deydi, shanba kuni deydi, mana 3 oy bo'lyapti kelaman deganiga, nima chaqiraman deganiga. Umuman nima qilishmayapti, nima qilishim kerak? Hech kimdan qo'rqmayman deyapti. Bor kimga borsang bor deb menga qo'pol gapirishyapti. Prokurorning yordamchilari, boshqalarni ashula nima qilishyapti? O'zingizga qarab gapiring deyapti. Kim menga yordam beradi? Kim yordam beradi? Yordam beringlar. Prezident aytdi, keling o'zingiz. Keling manaqa. Nazariga ilishmayapti. Mana prokurorni ushlab bo'lmaydi, viloyat prokurorini. Nimani ushlab bo'lmaydi? Kelaman, qabul qiladimisan, qilmaydi. Boshqa nima qilmaydi? Nima qilishim kerak? Qayerga boray? Puli borni qabul qiladi, puli yo'qni qabul qilmaydi. Meni qizim o'lib ketdi. Bo'lmasam keling, o'zingiz keling, qabrini ochib, boshqa talab maqtirib, o'sha haramlarga sotilgan sudyalarga ham yordam nima qiling. Ishdan bo'shatishingizni so'rayman. Prokurorni ham yangilik. Kambag'alda nazariga ilmaydigan prokurorlarni, kattakon ishda ishlaydiganlarni ishdan olib tashlang.
Ko'zlari ochilmadi. 44 ta odamni ishdan oldingiz. Mana ko'zlari ochilmadi. Kambag'al yuraverardi. Ko'chada baklashga terib, nima qilib shisha terib. Mo'zillarda non topib yedirgan kunlari bo'lgan bolamni. Kim menga yordam beradi? Shavkat Mirziyoyev, indamasdan keling, odamingizni jo'natmang. O'zingiz kelib mashlarni nimasini xalqqa bering. O'zingizni kutib qolaman. Poraxo'rlarni yo'qoting. Qonun yo'q, adolat qonun yo'q bitta. Korrupsiya qonun. Haqiqat bo'lmayapti. Qachon haqiqat bo'ladi? O'zingiz kelib mana ko'changizga shunday nimalarni otug'inni chiqarib bering, otib tashlang. Mana men misol nima qilay? Mana qizimga 2 yil uy qamoq beryapti ichisiga. Ichisiga 2 yil uy qamoq beryapti. Mana o'shani kalasi shunday olamanda, nimalarga ham, prokurorga ham ko'ndalik qo'yib, hammasiga, ichki ishlarga ham nima qilaman. Birinchiga telefon qilaman, hayotda nima qilishmaydi. Qotillarni diloga ariza qizaman, dilani shunday yo'qotda chaqirmaydi. O'tirib olib nima qilishadi? Bir marta telefon qiladi, boshqa telefon qilmaydi. Shunday dilani yopishadi, nima qilishmaydi, chaqirishadi, kelsam yo'q bo'lishadi. Hech qanaqa nima bo'lmayapti. Xudoga soldim, ya Xudo, shu prokurorlarning qizlari ham o'lib qolsin, iloyim. Xudoga soldim nimalarni, ichki ishlarni ham, boshqalarni ham. Keling, manaqa keling, o'z nima qilib bering. Xalqqa bering, mana keling, ertalab ham keldim. Kecha ham keldim. Nazariga nima qilishmayapti. Ertaga indiniga deyapti. Mana nima prokurorning yordamchisi ham nima qilyapti. Qabulxonada o'tirib olib, ertaga chorshanba kuni dedim-ku deyapti. O'zi kecha kelganda ertaga dedi. Men vadildan ham so'rab bo'ldim. Qabuli yo'q dedi, aytishgan yo'q dedi. Ashna qilib meni nima qilishyapti, nima qilishim kerak? Ana men o'sha 3 uy qamoqqa bergan uchun ikkalasini bunday so'yamanda. Qizimni qasdini oltirib, prokurorlarga tiz cho'kmayman. Sizga yerga qarab tiz cho'kib boraman, kallasini mashina qilib ko'tarib boraman. Mana qizimni qasdini oldim deyman. Prokurorlarga ham, ichki ishlarga ham qo'limni nima qilmayman. Iltimos sizdan kelib o'zi nima qiling, delalarni yopib tashlayapti. Iltimos sizdan yordam bering, keling, delar indamasdan keling, baqa delalar yopilyapti. Viloyat sudida ham, shahar sudida ham yopilyapti. To'lim. O'chib